Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan landshaftli yer tuzish fanidan birinchi mavzumiz, ya'ni landshaftlar haqida tushuncha, ularning turlari va tarqalishi, tabiiy landshaftlar to'g'risida gaplashib o'tamiz. Bu mavzu bo'yicha quyidagicha rejalarni tuzib oldik. Birinchisi kirish qismi, ikkinchisi landshaft tushunchasi va uning asosiy belgilari, uchinchisi landshaftlarning turlari, to'rtinchisi tabiiy landshaftlar va ularning turlari, beshinchisi landshaftlarni muhofaza qilish va undan foydalanish va oltinchisi xulosa. Mana shu rejalar asosida qisqacha tushuncha berib o'taman bu mavzu bo'yicha. Endi landshaft tushunchasiga ta'rif. O'zi landshaft so'zi nima? Landshaft so'zi nemischa land, yer va shaft, shakl, ko'rinish so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, tabiiy geografik tuzum ma'nosini anglatadi. Ilmiy nuqtai nazardan landshaft bu muayyan hududda tabiiy va ba'zan antropogen omillar ta'sirida shakllangan, bir-biri bilan o'zaro bog'liq bo'lgan tabiiy komponentlar majmuasidir. Boshqacha aytganda, landshaft bu yer yuzasidagi muayyan hudud, u geologik tuzilishi, yer yuzi shakllari, relyef, iqlim, suv resurslari, tuproq, o'simlik va hayvonot dunyosi kabi komponentlardan iborat va ular o'zaro bog'langan holda faoliyat ko'rsatadi. Geografiyada landshaft tushunchasining ahamiyati. Geografiya fanida landshaft tushunchasi juda muhim hisoblanadi, chunki u tabiatning kompleks, ya'ni umumiy va bog'liq holda o'rganish imkonini beradi. Hududlarni tabiiy resurslar jihatdan baholashda yordam beradi. Qishloq xo'jaligi, shaharsozlik, turizm va boshqa sohalarda to'g'ri hududiy rejalashtirish imkoniyatini yaratadi. Ekologik muammolarni aniqlash va bartaraf etishda landshaft tahlili muhim ahamiyatga ega. Landshaftlar bo'yicha tadqiqotlar ko'p olib borilgan. Landshaft ilmiy tushuncha sifatida 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlarida shakllangan. Ushbu sohadagi asosiy tadqiqotchilar va bosqichlari, ya'ni A. Gumboldt landshaft tushunchasini ilk geografik manba sifatida kiritgan olim. Dakuchayev tuproq va tabiiy muhit elementlarini o'rtasidagi bog'liqlikni o'rgangan va O'zbekistonda landshaft tadqiqotlari O'zbekistonda 20-asrlarda landshaftlar bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan. Bular Ibrohim Hoshimov, Aliyev, Mamatqulov kabi geograf olimlar mahalliy landshaftlar, Qizilqum, Zarafshon vodiysi va hokazo bo'yicha ishlar qilingan. Landshaft tushunchasi nima? Landshaft bu tabiiy komponentlar, relyef, tuproq, iqlim, suv, o'simlik, hayvonot va inson faoliyati o'zaro bog'liq va bir-biriga ta'sir qiluvchi holda ma'lum bir hududda shakllangan tabiiy geografik majmua hisoblanadi. U geografik miqyosda eng umumlashgan va to'liq tabiiy tuzum sifatida qabul qilinadi. Landshaftda barcha tabiiy jarayonlar o'zgarishsiz emas, balki doimiy harakatda, ya'ni dinamik holda kechadi. Landshaftning asosiy belgilari, xususiyatlar. Landshaftni boshqa tabiiy majmualardan farq qiladigan asosiy 6 ta belgisi quyidagilar. Birinchisi, butunlik, yakdillik. Landshaftda barcha tabiiy komponentlar, iqlim, suv, tuproq, o'simlik, relyef o'zaro bog'langan va bir-biriga ta'sir ko'rsatadi. Bu ularning yakdil bir tizimga aylantiradi. Keyingisi mahalliylik, undan keyingisi zonalik, undan keyingisi tarkibiy murakkablik va
tarkibi murakkablik, ya'ni kompleks tuzilish. Landshaft bir nechta tabiiy tizimlardan tashkil topgan kompleks majmua. U ichida mikrolandshaftlarni, tabiiy komponentlarni, geodinamik jarayonlar, eroziya ham mavjud bo'ladi. O'zgaruvchanlik tadqiqot etishning kompleks usullari kiradi. Landshaftning turlari. Landshaft turlariga umumiy nazar. Landshaftlar yer yuzasidagi tabiiy geografik majmualar bo'lib, ularni bir nechta asosiy turlarga bo'lish mumkin. Bu turlar tashkiliy jihatdan komponentlari va tarkibidagi tabiiy omillarga qarab farqlanadi. Landshaftning asosiy turlari tabiiy landshaftlar va antropogen landshaftlar. Tabiiy landshaftlar nima? Inson faoliyati ta'sirida duch kelmagan yoki minimal ta'sirlangan landshaftlar. To'liq tabiiy jarayonlarda va komponentlar yig'indisidan iborat. Tabiiy sharoitlarga qarab turlicha tiplarga bo'linadi. Endi antropogen ishlab chiqarish landshaftlari inson tomonidan o'zgartirilgan landshaftlar, ya'ni qishloq xo'jaligi yerlarini, shaharlar, sanoat zonalar va boshqalar. Tabiiy tadqiqotlarga qo'shimcha ravishda inson ta'siri seziladi. Tabiiy landshaftlarning turlari. Umumiy jahon miqyosida tabiiy landshaftlar asosan geografik zonalikda muvofiq tarkiblanadi. Quyida ularning asosiy turlari. Tundra landshaftlari, tayga landshaftlari, o'rmon dala va dala landshaftlari, cho'l va yarim cho'l landshaftlari, tog'li landshaftlar, savanna va tropik o'rmon landshaftlariga bo'linadi. Landshaftning boshqa tasnifi. Quyidagi jihatlarga qarab ham turli landshaft turlari ajratiladi. Gidrolandshaftlar suv omillari asosida qurg'oq suvli, nam suvli. Pedolandshaftlar tuproq turlari asosida antropogen landshaftlar. Bu inson ta'siri kuchli bo'lgan hududlar. O'zbekistonda landshaft turlari tog'li landshaftlar, cho'l va yarim cho'l landshaftlari, dala va o'rmon dala landshaftlari, vodiy landshaftlariga bo'linadi. Endi tabiiy landshaftlar va ularning turlari. Tabiiy landshaftlar bu inson ta'siri minimal yoki umuman bo'lmagan holda shakllangan yer yuzi geografik majmuasi bo'lib, u tabiiy komponentlar, geologiya, tuproq, suv, o'simlik va hayvonlar olami hamda iqlimining o'zaro ta'siri natijasida hosil bo'ladi. Tabiiy landshaftlarda tabiiy jarayonlar ustun bo'lib, inson faoliyati ularning shakllanishiga deyarli ta'sir qilmaydi. Tabiiy landshaftlarning asosiy xususiyatlari nimalardan iborat? Tabiiy landshaftlar tabiiy komponentlar va omillar yig'indisidir. Ularning shakllanishi geologiya, iqlim, gidrologiya va biologik omillar ta'sirida bo'ladi. Tabiiy landshaftlar geografik zonalikka muvofiq bo'lib, mintaqalarda turlicha ko'rinishda namoyon bo'ladi. Inson ta'siri kam, hattoki yo'q bo'lishi mumkin. Tabiiy landshaftlar turlari. Dunyodagi tabiiy landshaftlar geografik zonalik va iqlim sharoitlariga qarab bir necha turga bo'linadi. Quyida asosiy turlari taqdim etilgan. Birinchisi Tunnada landshaftlari, ikkinchisi tayga landshaftlari, uchinchisi o'rmon dala va dala landshaftlari, to'rtinchisi
cho'l va yarim cho'l landshaftlari. 5-si tog'li landshaftlar va 6-si savanna va tropik o'rmon landshaftlariga bo'linadi. Endi landshaftlarni muhofaza qilish va undan foydalanish. Landshaftlar bu tabiiy muhitning muhim qismi bo'lib, ularning barqarorligi inson va jahon ekologiyasi uchun juda muhim. Landshaftlarni muhofaza qilish, atrof muhitni muhofaza qilish, biologik xilma-xillikni saqlash va tabiiy resurslarni oqilona boshqarishni o'z ichiga oladi. Landshaftlarni muhofaza qilish usullari, qonuniy choralar, ekologik monitoring, rekultivatsiya va tiklash jarayonlari, madaniy va ta'lim faoliyati. Landshaftlardan oqilona foydalanish, tabiiy resurslardan barqaror foydalanish, ularning tez tugashini oldini olish, sug'orish va boshqa yerlardan foydalanish usullarini takomillashtirishdan iborat. Xulosa qilib aytganda, landshaftlar yer yuzasining tabiiy geografik muammolari bo'lib, ularning shakllanishi va tarqalishi iqlim, relyef, geologiya, biologik va boshqa tabiiy omillarga bog'liq. Landshaftlarning turlari va geografik tarqalishi turli zonalarga o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ular inson hayoti va tabiiy muhit uchun juda muhim ahamiyatga ega. Shu bois landshaftlarni o'rganish, ularning turlari va tarqalishini tushunish bilan birga tabiiy muhitni asrash va barqaror rivojlanishga hissa qo'shish jamiyat va davlat oldidagi asosiy vazifalardan biri sanaladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi mavzumiz qisqacha shulardan iborat edi. Sog' bo'lasizlar.